Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun mana inshaalloh arab tili grammatikasi va arab tili harflarini o'rganishni boshlaymiz. Bugun birinchi darsimiz. Birinchi bo'lib arab tili harflarini va uni arab tili harflarini mahrajini, ularni to'g'ri chiqarishni o'rganib olamiz va keyin arab tili grammatikasiga tushamiz. Hop, arab tili harflarini boshlashdan avval bugun bir ochiq dars qilamiz. Arab tiliga kirib kelish degan tom ma'noda. Bugungi darsimizda arab tili va alifbosi bilan tanishuv deb nomlanadi. Hop, arab tili o'rganayotgan odamda tabiiyki savol paydo bo'ladi. Nima uchun aynan arab tili? Yoki shu savoldan kelib chiqib arab tili o'rganadi. Bunga quyidagi sabablar bo'lishi mumkin. Endi eng asosiy sababimiz albatta arab tili bu Qur'oni Karim tili. Muqaddas kitobimiz Qur'oni Karim arab tilida nozil bo'lgan va musulmonlar orasida arab tili keng muhabbatga sazovor bo'lgan til, chunki bu islom tili deyiladi, jannat tili deyiladi. Shuning uchun arab tilini o'rganish ko'plab musulmonlar orasida juda ham keng tarqalgan va lekin bunga arab tilini o'rganishga ba'zi bir dunyoviy sabablar ham bo'lishi mumkin. Masalan, ulardan ba'zilarini sanab o'tamiz. Dunyo bo'ylab 420 milliondan ortiq kishi bu tilda so'zlashadi. Ya'ni arab tilini o'rgansangiz, sizga katta imkoniyatlar eshigini ochishi mumkin. Arab davlatlarida ishlash uchun yoki onlayn tarzda arab tili bilan shug'ullanish uchun va boshqalar. Va yana Birlashgan Millatlar Tashkilotining 6 ta rasmiy tillaridan biri. Bu degani bu til juda ham muhim til degani, juda ham kerakli va keng tarqalgan degani. Ya'ni dunyodagi eng 6 ta eng muhim tillardan biri degani. Ya'ni aytib o'tganimizdek, bu tilni o'rganish orqali siz juda ham ko'plab imkoniyat eshiklarini ochishingiz mumkin. Va yana bir qiziq tomoni, o'zbek tilidagi so'zlarning qariyb 30-40% arab tilidan kirib kelgan. Ya'ni biz o'zbeklar uchun yana ham oson bo'ladi arab tilini o'rganish. Endi arab yozuvining qoidalari. Arab yozuvining qoidalariga keladigan bo'lsak, ulardan eng yaqqol ko'zga ko'rinadiganlaridan biri bu o'ngdan chapga emasligi. Ya'ni arab yozuvi biz o'rgangan lotin alifbosiga teskari, ya'ni o'ngdan chapga qarab o'qiladi va yoziladi. Bu degani, masalan biz kitoblarimizni kiril tilida yoki lotinda chapdan o'ngga qarab o'qib, chapdan o'ngga qarab yozadigan bo'lsak, bu yerda kitoblar, daftarlar va boshqalar hammasi yozilishi, o'qilishi o'ngdan chapga bo'ladi. Harflar dunyosiga sayohat deb nomladik buni, slaydimizni. Ya'ni arab tilida 28 ta asosiy harf bor. Qizig'i, ularning hammasi undosh harflar. Arab tilida unli harflar ular harf sifatida berilmagan, ular harakat deyiladi. Ya'ni harakatlar orqali ifodalanadi. Yani kichik bir eslatma, arab tilida harflar so'zning boshida, o'rtasida va oxirida va yana alohida turlicha ko'rinishga ega bo'ladi. Ya'ni bir harf 4 xil ko'rinishga ega bo'lishi mumkin. So'zning boshida va so'zning o'rtasida, so'zning oxirida va alohida kelganda. Bu ham arab tilining bir qiziq jihatlaridan biri. O'zbek tili bilan asosiy farqi nima? Bu ham bir qiziq mavzu. Arab tilining asosiy farqlaridan biri aytib o'tganimizdek, o'zbek lotin kiril alifbosiga chapdan o'ngga yoziladigan bo'lsa, arab tilida butunlay teskarisi o'ngdan chapga qarab yoziladi. Buni aytib o'tdik. Va unli harflar tizimi. Ya'ni bizda a, e, i, o kabi unlilar harf sifatida yoziladi, lekin arab tilida esa ular tovushlar, harf emas, balki ular harflarning ustiga qo'yiladigan harakatlar orqali ifodalanadi. Harfning shakllari aytib o'tganimizdek, harf qayerda kelsa ham bir xil bo'ladi o'zbek tilida, lekin arab tilida ular 4 xil shaklga ega bo'ladi. Mahraj ham juda ham muhim narsa. Endi mahraj nima degan savolda mana bu rasmni berib qo'yganmiz. Harflarning mahrajlari, ya'ni ularning qayerdan chiqishi. O'zbek tilida masalan yoki rus alifbosida harflar bir xil chiqadi yokida mahraji ko'p emas. Lekin arab tilida mahrajlar ko'p va bularni noto'g'ri chiqarish juda ham qo'pol xato bo'ladi va so'zning yoki butunlay gapning, jumlaning ma'nosini o'zgartirib yuborishi mumkin. Arab tilida bitta tovushning, masalan h yoki s harfining bir nechta turi bor. Masalan s harfining o'zini sod, sin, fa degan 3 xil turi bor. Endi bular inshaalloh kelgusi darslarimizda hammasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Misol tariqasida keltirib o'tganmiz, h harfini 2 xilini, masalan bu yozganimiz yumshoq h va bunisi qattiq h deb o'qiladi. Bo'g'izdan qattiq chiqib. Keyingisi. Bugun darsda nimalarni o'rgandik?
Bugun biz sizlar bilan ko'rib chiqdik, arab tilida 28 ta harf bor. Ulardan hammasi ularni hammasi undosh harflarligini, unli harflar alifboga kirmasligini, ular harakatlar orqali ifodalanishini ko'rib chiqdik. Va endi biz aytishimiz mumkinki, biz tom ma'noda poydevorni qo'yib oldik. Endi keyingi darsda inshaalloh sizlar bilan arab tilida unli tovushlarni ifodalovchi fatha, kasra va dommani belgilarini, harakatlarini mukammal o'rganamiz inshaalloh. Ushbu belgilarni o'rganish orqali biz keyingi darsimizda o'sha so'zlarni o'qishni boshlaymiz. Ya'ni so'zlarni tuzib, ularni o'qishni o'rganamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat, tashakkur. Yangi darslarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling va bilim olishdan hech qachon charchamang. Va alaykum assalom. Bissavob.